Mana Hoshit og'amga ochilib yopiladigan mana yonga darvoza qildik. Fikrlaringni kommentariyada yozaverasizlar. Kichkina eshikni ham ochib ko'ring-chi Hoshit og'a. Yaxshi. Ma'qul. Nima deysiz eshik to'g'risida? Eshiklar yaxshi. Narx-navolari, Narx-navolari, sifatlari qanaqa sizga? sifatlari zo'r. Menga yoqdi. Bemalol traktor katta tiyinga kirib chiqadi yoqib qoldi. Masi yaxshi. Kraskasi ham bu krasklar bo'lib, sifatli. O'zlari yengi ochib yopilyapti. Hamza sog' bo'lsin. Yopildi. Yaxshi. Bemalol bitta qo'lda aylantirib yuboradi. Ish sizga ma'qulmi Hoshit og'a? Ma'qul. Yo'q, rahmat. Qancha sog' bo'lsin. Xo'p, rahmat. Sifati zo'r.